Voy yashang kelin, yashang. Baraka toping, baraka toping. Hammani og'zida gap. To'y zo'r bo'ldi. Ammo bitta narsasi chatoq bo'ldi-da. Voy nima? Ha bu kelining realchi emas ekan? Voy dadasi. Axir men ham sizga tekkanimda realni tanimas edim. Mana endi tanib oldim. Ha, kuyov bola, rangingizda rang yo'q. Ozgina shamollab qolman. To'ydan keyin ko'p cho'miladigan bo'lib qoldingda, yuvinib. Ya kamroq yuvinish kerak-da. Voy dadasi, hijolatga qo'ymang endi o'g'limizni. Menga qara o'g'lim, tur. Kelin bolaga ayt. Qo'l bola qilib bir osh qilsin-chi. Qo'llardan osh yeylik bo'la o'g'lim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Ya qo'y. Ya qo'y. Ya mana buni oshlaydi. Ya maza bo'pti. Kelin realchi bo'lmasangiz ham, omma oshchi xotirar ekansiz. Voy dadasi, rostdan ham osh juda shirin chiqibdi. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Siz nimaga yemayapsiz? Oyjon, ozgina qornim to'qroq edi. Oling qizim. Xo'p, osh bo'lsin, oling. Mana endi haq etib oshga yaxshilik. Voy dadasi, ajoyibsiz. Qani? Xotin? A bu mehmon do'sti idishi-yu bu. Biznikida mana shunaqangi idishimiz bormidi? Yo'q, biznikida bunaqa idish yo'q-da. Keliningiz osh qilishga ulgurmagan edi. Shuning uchun mehmondo'stdan dastavka qildirgandik. Bor korobkani olib chiq. Ya bu yana nimasi bo'ldi? Ochchi. Bu nima ekan? Bu nimasi endi? Pizzami? Oyjon, yangicha pizza chiqqan ekan. Instagramlarda ko'rgan edim. Pishloqlari cho'zilib chiqadigan pizza ekanda, rosa yegim kelgan edi. Ko'rdingmi? Ya oshni ham o'zi qilmabdi. Uning ustiga hamma osh yesa buning pizza yer ekan. Realchi emas-da, realchi emas. Voy dadasi, qani olinglar, olinglar. Mehmon do'st o'zgarib ketibdi. Bolaligimizda rosa kelardik. Hozir mana endi uka. Mana. Uka. Salomatlisiz? Hormang. Yaxshimiz aka? Nimaga? Rahmat aka, keling. Mana qarang. Uka kelinim aytdi. Sizlarda haligi sirlari, pushloqlari cho'zilib chiqadigan pizza qilinar ekan. Shu rostmi? Albatta, bor shunaqasi. Uka bu pizza faqat ayollar uchunmi? Erkaklarga ham bormi? Quvvat bo'ladigan, illigini to'ldiradigan? Albatta bor aka. Menyuyimizga yangi qo'shdik. Tog'larda ishdan yurgan otda qaysidan tayyorlaymiz? Yangilik pizzamiz birinchi bo'lib o'zingiz tatib ko'rasiz. Yo'q-a? Albatta. Uka. 10 ta gapdan-chi? Bitta ish qilgan yaxshi. Gap ko'paytirmaydi, qani bitta mazasini ko'raylik-chi. Xo'p bo'ladi. Uka, hozirgi pizzamiz tayyor. O, qani? Mana bu. Uka. Pizzani yorib olibsiz. Uyga ham bitta tayyorlab berasiz, olib ketaman. Uydagi madridistamizga, xotinimga, kelingizga. Faqat bitta iltimos. Qazi solmang, u qazi yemaydi. Qani, baraka toping uka.
Birinchi, yashang uka. Uka bitta so'rash bor. Realchimisiz? Ha, realchiman. Aytdim mazasi zo'rligidan joningiz sog' bo'lsin deb. Ey! Realchilarga ham shunaqa qazillikdan ko'proq tayyorlab bering. Quvvat bo'lsin-da. Ana undan keyin balet qilishni ko'ring-da. Hala Madrid, hala pizza.